Свежий перегонda firmachilar va gruzovoy imminni sprinter bilan ish qiladigan aka-ukalar uchun bu video. $15,000 2011 2.2 dizelli motorda односкатный Delfin Sprinter. Bizda Delfin deyishadi, shu nimagadir va pul topar biznesga chiqarilgan mashinadan bittasi. Ichlarini bitta ko'rib o'tamiz. Свежий перегонligi dadil bilinib turibdi. Ichki saloni o'ta tez. Mana аккуратный o'shda yurilgan emas mashina. Mana ichki salonlari mexanika va bu yoqlarida salon. Letniy ballonlari da bor ekan. To есть bu yoq o'zi zimniy jag'i turib, 4 ballon amnani letniyga taqib qo'ysangiz bo'ladi. Gruzovoy hech taka qilmaysiz. Alas только minus. Aka только minilatirgan mashina, тем более $15,000 2011. 2.2 dizel. Bugun 12-yanvar свежий reklama. Esin bu yerga salib, bu yoqlarida аккуратный ochilib, mashinani olib qo'ysangiz bo'lmaydi. Taqsir, mana qarang. Односкатный и yaxshi свежий $15,000 ga.